Dasturimizning ilmiy va madaniy qismi o'zbek tili va madaniyati haqida paneli keladi albatta. Undan oldin, paneldan oldin bizlar hurmatli doktor Saif Najibullo Korgardan taqozo qilamizki, stejga tashrif buyurib, o'z so'zlarini mehmonlarga taqdim etsin. Hurmatli doktor Saif. Bismillahirrahmanirrahim. Ulug' Tengri taolo oti bilan birinchidan siz hurmatli yosh ulug'larni, opa-singillarimizni, qavm buyuklarini, bolajonlarni va yigitlarni bugungi yig'ilishimizga qatnashganlaringizni chin yurakdan qutlab va tilimizni, milliy kunini dunyo bo'yicha o'zbek xalqiga muborakbod aytaman. Albatta suhbatlarimni bir she'r bilan boshlayman, umidki xastakun bo'lmasa. Ay ko'ngil bir yul ko'rib, konu mazoyodan gapur, g'uncha da'volanmasin, lahmu shakarxodan gapur. O'tmishingdan so'zlasam til sayragay, bulbul kabi, jonaro mehringni yashnatgan sajoyodan gapur. Tegra toshingda uyushganlar bilim sevguvchilar, boshiga ta'zim ilab harf girodan gapur. Kuylasin matrab tag'azzul pardasida nag'malar, kuylasin matrab tag'azzul pardasida nag'malar. Ga tanovar, ga usayli, goh xaniyodan gapur. So'z suhbat so'ngida netmak kerak deb so'rsalar, so'zi suhbat so'ngidan netmak kerak deb so'rsalar, til takallumga cho'zib fikriga har zodan gapur. Kimligingni anglamoqqa har kishi mushtoq erur, kimligingni anglamoqqa har kishi mushtoq erur. Turk nasli yofi savlodi otilodan gapur. Bismillahirrahmanirrahim. O'zbek tili milliy bayrami qutlug' bo'lsin. O'zbek tili milliy bayrami bu o'z tilini sevgan, uning boyligini anglagan har bir inson uchun katta bir ta'bir. Bugunning nishonlash tilga bo'lgan mehrimizni yanada rivojlantirishga har birimiz tilimizning to'liq va aniq so'zlash va unga bo'lgan hurmatni ko'rsatishimizni bildiradi. Shuningdek, o'zbek tilini ilmiy va madaniy sohalarda rivojlanishi uchun yangi loyihalar yaratish, uning jahon miqyosida keng tarqatish ham o'zbek xalqi uchun juda muhimdir. Bugunning nishonlashda biz o'z tilimizga hurmat ko'rsatish bilan birga uning rivojlantirishiga hissa qo'shish, uni o'rganish, o'rganuvchilarga yanada ko'proq imkoniyatlar yaratish bizning burchimizdir. Agar har birimiz o'zimizning tilimizning himoyachisi sifatida hissa qilsak, unda biz tilimizni kelajak avlodlarga to'liq, toza va boy holatda yetkazishimiz mumkin. O'zbek tili nafaqat bizning suhbat qilish vositamiz, balki madaniyatimiz, tariximiz va milliy qadriyatlarimizning o'ziga xos ifodasidir. O'zbek tilining har bir so'zi, ifodasi asrlar davomida shakllangan va bugungi kunda esa tilimiz nafaqat mamlakatimizda, balki dunyoning bir qator o'lkalarida yashayotgan o'zbeklar uchun kuch bo'lib xizmat qilmoqdadir. O'tgan asrlar davomida bu tilda Amir Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Sulton Husayn Boyqaro, Gavharshod Begum, Nodira Begum, Robiya Balxiy va Ogayi kabi buyuk va mumtoz insonlar asarlar yaratib,
xalqimiz ma'naviyatining dunyo miqyosida muhim tillar orasida yuksaltirganlar. Hozirgi asrda esa xalqimizning iste'dodli shoirlari va yozuvchilaridan bo'lmish, albatta ba'zilari hayotdan ko'z yumgan va ba'zilari albatta hozir hayotlar. Hurmatli Ergash Ushqun, Ustod Muhammad Amin Matin Antxo'yi, Ustod Abdulhamid Oga Antxo'yi, G'ulom Saxiy Yurtdosh Antxo'yi, Muhammad Olim Ko'rkan marhumi, Ustod Muhammad Olim Labib, Toshqin Bahoyi, Butun Aydari, Kozim Amini, Dr. Azizullo Orol, Shafiqa Yorqin, Janob Halim Yorqin, Muhammad Yahyo Afizi Javzijoni, Asadullo Valvoliji, Ustod O'zgin, Janob Ustod Turdiqul Maymanagi mana mahburimizga qatnashganlar albatta. Bular kabi ulug'vor insonlar va shular kabi o'nlarcha boshqa shoirlarimiz asarlar yaratib, tilimizni rivojlanishiga hissa qo'shib kelganlar. O'zbek tili bayrami barchamizga ilhom bag'ishlasin. Uni yanada sevib rivojlanishiga hissa qo'shaylik. Milliy madaniyatimizning eng buyuk boyligi bo'lmish tilimizni yanada ulug'lash va uning yuqori darajada saqlash bizning burchimizdir. Hurmatli qavm qarindoshlar va aziz mehmonlar, suhbatlarimni alohida bir parcha she'r marhumiy ustozimiz bo'lgan Ustod Abdulhamid Oga Antxo'yi, bizda u kishida qo'llarini tagida tarbiya topganmiz. Shuning bilan albatta xotima beraman. Ay mening urdu zabonim ona til, sen mening ruhu ravonim ona til. Sanjaranglab bulbuli go'yo kabi, kuylagaysan az vishonim ona til. Menga qibla, menga Ka'ba, menga jon. Menga qibla, menga Ka'ba, menga jon. Ay muborak armonim ona til. Menga oltin, menga gavhar, menga dur. Menga oltin, menga gavhar, menga dur. Borligim faxru zamonim ona til. Borligim faxru zamonim ona til. Tojlaringizdan bir dunyo minnatdorchilik bildiraman va qoli bo'lsa shuni ham eslab o'tay, mana bizlarni shu yerga muhojirat o'lkasiga kelib Olmon o'lkasida joylashgan biz va Olmonni davlatidan, mardumidan ham bir dunyo minnatdorchilik bildiramiz. Bir fazoy demokrasiyada hamma opa-singillar, aka-ukalar o'ltirib mana bundoq majlislarni tashkil qilamiz. Mutaassifona vatanimizda bizlarning qizlarimiz dars o'qiy olmaydi. Yarim jamiya falj voqean bugun bizlar mana bu davlatidan, hamkorligidan bizga qilib turgan ma'naviy yordamlaridan bir dunyo minnatdorchilik bildirib, sizlarni Xudovandga topshiraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi ro'zada uchrashaylik.